Sergeli Yangi Darxon 1, 3 xona, 14-etaj, 16-etaj kollektordan shunday kirib yashaydigan kvartiramizda 72,5 kvadrat. Aslida ikkita balkondan qursangiz 78 kvadratdan ko'proq chiqadigan kvartiramizda arzon narxda kanalida $55,900 ga ko'rsatamiz. Adizishimizda shunday kirganimizda uzun prixoshka, 3 xona, razdelni, skvoznoy variant. Chap qo'lda birinchi kattakon zalimiz. Har bitta xonada akvaryumlar orqasida reshitkalar qilib qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Uy shunday kirib yashayverasizlar. Mana kosmetika, ya'ni tiniq holatida. Bu ikkinchi xonamiz. Mana alohida. Bu yerda uchinchi o'ng qo'lda xonamiz. Skvoznoy variant, ya'ni shamol bu yoqdan kirib, orqadan chiqib ketadi. Ikkita balkonli, har bitta balkon taxminan 3 kvadratdan chiqadi. Reshitkalar qilib qo'yilgan hamma balkon va derazalarda ko'rishlaringiz mumkin. O'ng qo'lda, ya'ni o'rtada savmishniy sanuzida yaxshi kaplarni qo'yib qo'yganini ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda kattakon oshxonamiz. Vesteldan 6 kilolik steralkamiz bonusiga tashlab ketilyapti. Ikkinchi bonusimiz vaqtida 12 million so'mga olingan suv filtr, suvni tozalab beradigan filtrimiz bonusiga tashlab ketilyapti. Kichikroq bo'lsa ham kuxonda mebellar bor, bu ham qolyapti. Gazda ovqat qilinadi mana. To'qqiotini kotel mana ishlab turibdi. Qish keldi mana sovuq kechasi bemalol gaz billab qo'yaverasizlar. Отопленияni. Bu ikkinchi balkoni. Taxminan 3 kvadrat atrofida. Bu taraf ham reshitga qo'yib qo'yilgan. Bu yer Yangi Darxon 2 hisoblanadi. Bu turgan domimiz Yangi Darxon 1-dom hisoblanadi. Bemalol ovqat pishirib ovqatlanadigan joyi bor, bemalol. Pastdagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Kvartira faqat naqdga sotilyapti. Kadastrda 72,5 kvadrat. Dom tashqi fasadini ko'rishlaringiz mumkin. Mana tagida detskiy plashatka bor. Mana zeleniy zona. Chim mashina qo'yish uchun joylari bor. Bu tarafda ham, orqada ham parkovkalari bor. Bu общий hisoblanadi. Kim birinchi kelsa o'sha qo'yaveradi. Seniki meniki degan joyi ya nomer yozib qo'ygan joylari yo'q. Bizdan uzoqlashmang. Buni arzon variantni o'tkazib olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.